Assalomu alaykum. Rizo Drabilkalarning obunachilari, hammalaring kirib kelayotgan hayit ayyomi bilan tabriklaymiz. Xudo mana Drabilkamiz og'zi kattaytirilgan, mana bunga qaraganda mana. Mana bunga qaraganda kattaytirilgan. Mana sizlarga yangiligimiz. Bemalol bu ichiga tushib ketadi. Eski turdagi Drabilkamiz mana. Og'zi kattaytirilgan vohadagi akalarimizni talabiga binoan shuni chiqardik. Hozir bunda mana mashincha somonni mana uchimiz maydalab ko'rsatib beradi. Bismillah. Yuramiz. Narxlari 3 million so'm, 2 million 600 ming so'mdan boshlanadi. Bular narxlari 3 million so'mga 3,5 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Lekin ularga qarishini ko'ryapsizlarmi Drabilkani? Şart bas, kol bilan itarib. O'tirmay turing. Buni ham ko'rsatib qo'ying. To'g'rimi? Ha, ko'rdingiz? Olib kelaman. Mana. Makkani chiqqan holati bitta ko'rsatib qo'ying. Bu atala qilib bersa, molga shunaqangi zo'r bo'ladi. Otabek aka. Ha, shu dahshat bo'ladi. Ungarang. Ungarang buni mana. Olgan odamning puli ham o'zi bilan ketyapti. Mana, ko'ring, bug'doyni mana. Bu makkani chiqargan, bug'doy chiqarganini qarang mana. Bug'doy chiqarganini qarang mana. Sal somon yaralashib qoldi mana, bug'doy ko'ring chiqarganini. Mana. Mana, yo'llarga mo'pol, mana bug'doy chiqargan. Bitta ko'ring. Universal Drabilka, qo'li quruq tanlamaydi. Hammasini maydalaydi. Somonni ko'rsatib chiqargan. Chempioni shu bo'ladi. Mana somon chiqarganini ham ko'rsatib qo'ying. Mana. Maral damini oladi. Xijolatga ketadi-yu, maral. Mara boradi mollarni yesa. Umuman mushkul chiqarmaydi. Xudo xolasa, nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa, nima qilsalaring? Shu videomiz 5 mingta, 10 mingtadan prosmotr o'tib ketadigan bo'lsa, 10 mingtaga boradigan bo'lsa, mana shu Drabilkamizni tekinga shu obunachilarga berib yuboramiz. Ana bitta nima qilib qo'yinglar, shu 10 mingta prosmotrga yetadigan bo'lsa, shu 1 oyda ichida. Shunaqa shu Drabilkamizni tekinga berib yuboramiz. Obunachilarimiz ichidan oqtarib, bittasiga chiroyli kommentariy yozgan odamga, bittasiga shuni obunachilarimiz, bittasiga shuni nimani berib yuboramiz Drabilkamiz. Xuddi shunaqasi. Bu yonboshlar ham chiqaraveradi. Buni bu bahor kelyapti, bahor mavsumi kelyapti. Balki poyalar ko'p bo'ladi-yu. Bemalol vog'a bilan tiqib yuboradi. Mana bemalol mana. Qo'l mana. Bemalol og'zi kattaytirilgan. Bemalol buni nima qilsa bo'laveradi. Ichlari mahayiylik. Zavodchi mahayiyda bo'ladi. Ochilishiga ham hech qancha vaqt ketmaydi mana. Sekundda mana ochiladi. To'shni bundan ko'rsatadi, voltmetr bor. Motorga nagruska kelsa, tashlaydi. Nima biz mana hozir nagruskasi ishladi, shuning uchun tashamadi mana. Bunimiz nima deb tashlaydi mana. Motorga nagruska bilan ishlasa, tashlaydi. Mana buni pichoq qayerda bor? Otabek aka. Bizda bo'ladi buni pichoq mana. Rizoda bor. Pichoqlari mana. Bemalol pichoqlarni ko'rib, mana zavodchi mahayiylik, stenkalari qalindan mana 0.8 dan 1ligacha bo'ladi. Bu yerda mana setkani alishtirish ham juda unaqa muammoli narsa emas. Mana 2 minut vaqt. Bu qisilib qoldi, mana olaylik. Otabek aka keling. Qishayib qoldi. Tekis sotish. Mana setkani alishtirish hech qancha ketmaydi. Mana shlangilari ham bu qalinlar, rezinkalari yondan hech qachon qo'ymaydi. Voltmetr mana 218. To'yni o'zida ham ko'rsatib turadi, bag'da ham ko'rsatib turadi. Xudo xolasa zakazlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaveradi. Bo'ldi. Hammalarni tabriklaymiz.
Chorvador akalarimizni chorvalariga Alloh baraka bersin. Allohdan so'rab qolamiz. Inshaalloh hammalarini omadlarini bersin. Hayt bayram. Bo'ldi, o'ziravering. Hayt bayram.